Shohista, Assalomu alaykum, keling aka. onam telefon qilib aytmaganda kelmasdim. Qayni sening shu darajada urguncha, ana o'sha o'tagering qarab tururdimi? Qani chaqir hozir pichog'ini chiqaraman. Nima? Siz meni umr yo'ldoshim, farzandlarimni otasini shunaqa haqoratli so'z bilan so'kyapsizmi? Qayni singlim bilan urushgan bo'lsak, o'zimiz hal qilib olamiz. Jigarimsan, achinganimdan keldim. To'g'ri. Siz meni akamsiz. Lekin u inson men umr yo'ldoshim. Iltimos aka, oilamni tinchini buzmang. Keta qoling. Alo. Alo aka. Aka emas. Shavkat deb murojaat qil. Tushunmadim, nima deganingiz? Akani singlisi akani xotiniga qo'l ko'tarmaydi. Akani xotini qanday ayol bo'lishidan qat'iy nazar qo'l ko'tarmaydi. Ana shu aka singil bo'ladi. Shavkat deb murojaat qila qol. Deganimni aytma. Meni kechir singlim. Shaytonning yo'lig'iga kirib, singlimni Guldi oilasini buzishimga sal qoldi-ya. Farosatli kuyovim hali ham chiqib urushib ketmadi. Shunaqa madaniyatli kuyovlar ko'paysin.